Siz ancha paytdan beri qidirib, lekin topolmayotgan mashinangizni o'zim topib qo'ydim. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'ying. Ko'rib bo'lganingizdan keyin yaqin do'stingizga jo'natib qo'yasiz. Sotuvga legendarniy bo'lgan, tayyor preklargacha qilib qo'yilgan Nexia 2 ni chindagisi keldi azizlar. Juda ham go'zal turgan ushbu Nexia 2 miz 2014-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 dons lyuks konditsionerda. Mashinamiz polni shumka bo'lgan, 4 ta yangi balon, kapsanlarigacha mavjud. Mashinamizga nimaiki xarajat qilinadigan bo'lsa, hammasi bo'lgan. Ko'rib turganlaringizdek lyuklarigacha mavjud, signallarigacha alohida e'tibor berib qo'ygan. Endi ko'rsatay sizga orqa holatini. Mashinamiz polностью посадка qilib qo'yilgan. Bagaj holatiga keladigan bo'lsak, bagaj holatimiz mana shunaqa divona bochkalarigacha qo'yib qo'yilgan, добавочный akkumulyatorlarigacha mavjud. Mashinamizning salon holatini ko'rsataman. Salon holatiga keladigan bo'lsak, salon holati ko'rib turganingizdek o'zga bir olam azizlar. Yangi Dora Glass oyna, yangi Gentra sidinlarigacha taqilgan, abogreflarigacha ishlaydi. Apparaturasini o'ziga ancha xarajat qilganman deyapti egalari. Mashinamiz Carzero maytofonda ko'rib turganingizdek добавочный buragichlari ham mavjud. Kolonkalariga keladigan bo'lsak, 4 ta estradniy kolonkalarigacha bor. Azizlar, ushbu mashinamiz sportivniy bo'lgani uchun sportivniy BMW rullarigacha qo'yilgan. Salon oshishinalari ham juda go'zal terilgan.